Demak, men shuncha paytdan beri sizlarga har xil kodlar ko'rsatib kelganman. Lekin men sizlarga bularni qanday yozayotganimni ko'rsatmaganman. Demak, shunchaki Google ga kirib tutorial spawnpoint desangiz .com va mana bu inline html kerak emas. Shunchaki tutorial spawnpoint.com deb yozsanglar bo'ldi. Demak, mana bunday sizga anaqa chiqib keladi va bu menda ochiq. Va keyin mana bunga bootstrap deb yozsangiz mana bunday qilib. Mana bunday bootstrap deb yozib, mana buni topib, dongs degan joydan kelib, mana buni copy qilib, mana. Keyin mana buni o'chirib tashab, keyin mana bunday qo'ysangiz, mana bunday narsa paydo bo'ladi. Endi xuddi siz o'yinlarda zagruzka qiladigan, ya'ni loading degan so'zni ko'pchilik o'yin yuklayotganda, shu ko'rmagan odamning o'zi yo'q. Bu yerda biz div ochib olamiz, avvalo. Div va bu bootstrap bo'lgani uchun biz klasslar orqali anaqa beramiz. Klass nima bersak bo'ladi. Demak, bu yerga spinner yo'q, ikkita ne bo'ladi. Spinner ekan. Spinner border endi text danger. Agar siz ham shunday qilsangiz, sizda 100% bu o'xshaydi. Demak, bu yerga esa role qilamizda va bu yerga status deymiz. Status. Demak, hammasini to'g'ri qilgan bo'lsam, ishlashi kerak. Negadir ishlamadi. Demak, noto'g'ri faylni yuklaganmiz. Albatta, mana buni yuklang unda. Mana bu ikkinchisini yuklab oling. Demak, hozir mana HTML ni pastdan mana bu kodni qo'yaman. Mana bo'ldi mana. Nimagadir mana bunaqasiga aylanyapti. Hozir mana ichidagi ko'chirib olib, qolganini o'chirib tashlaymiz. Hozir vijillagan ovozga e'tibor bermaysizlar. Bu shunchaki shunaqa kompyuterning ovozi. Mana bitta hello worldni o'chirib yuborib qo'yamiz. Va mana bu yerda anaqa bor va mana shunda body bor. Demak, endi yoniga paragrafda yuklanmoqda desangiz bo'ladi va bizda nimagadir mana bunaqasiga yuklanmoqdani o'zini ichida aylantiryapti. Mana bunday qilsak, mana endi o'xshadi mana. Agar biz buni yana bu yerga qo'ysak, undan ham zo'r bo'ladi. Mana yuklanmoqda, aylangan